Ayza uylarni remont qilishdan oldin nimaga dizayn haqida o'ylamagansiz? Xullas, remont qilayotganimizda shoshib qilganmiz, dizayn haqida o'ylamaganmiz. Yaqinda yana remont boshlamoqchimiz, lekin qanaqa rang, qanaqa mebel tanlashni bilmayapmiz. Oshxonani qayta remont qilmoqchi bo'lsangiz, bitta ikkita tavsiyalar beraman. Oshxona chiroyli va qulay bo'lishiga xizmat qiladi. Birinchi bosqich bu rang. To'g'ri rang tanlovi 30% ga xonani vizual kengaytiradi. Ayniqsa kichik oshxonada sut, oq, bej rang xonani vizual kengaytiradi va yorqin qiladi. To'q ranglar xonani vizual kichik ko'rsatadi va to'q ranglarda izlar, kirlar yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun devorlar, fasad va hattoki shiftni ham och ranglarda qilish eng to'g'ri tanlov. Tushunarli, oq rang shunchaki chiroy uchun emas ekanda. Ha, to'g'ri. Och ranglar vizual kenglik asosi. Keyingi bosqich bu yorug'lik. Oshxonada 3 xil yorug'lik turi bo'lishi kerak. Bular umumiy yorug'lik, ish maydoni yoritgichi va dekorativ yorug'liklar. Umumiy yorug'lik shift, ish maydoni yoritgichi, stol usti, plita va rakovina. Dekorativ yorug'lik LED lenta, ochiq tokchalar. Ayniqsa ish maydoni uchun yorug'lik bo'lmasa, oshxona juda siqilgan ko'rinadi. Men bitta chiroqni o'zi yetadi deb o'ylagandim. Katta xato. Yoritish ish jarayonini oshxonada yanada qulaylashtiradi. Oshxonada ish uchburchagi bo'lishi shart. Plita, rakovina, ish maydoni va bularning ichiga albatta muzlatgich ham kiradi. 3 ta nuqta o'rtasida ortiqcha masofa bo'lmasligi kerak. O'rtacha masofa 120-140 sm ni tashkil qiladi. Menda hammasi chalkash joylashgan ekan. To'g'ri mebel tanlovi qulaylikning yarmi hisoblanadi. Zamonaviy oshxona mebellari shiftgacha chiqadigan yuqori shkaflar, sekin yopiluvchi mexanizmlar, chuqur tortmalar, organayzerlar, burchak tokchalar, ya'ni karusel, yashirin chiqindi qutisini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari pol ko'rinib tursa, oshxona yanada kattaroq ko'rinadi. Shuning uchun oyoqli stol va o'rindiqlar eng zo'r variant. Ventilyatsiya oshxonaning eng muhim qismi hisoblanadi. Oshxonadagi hidlar boshqa xonalarga o'tmasligi uchun yaxshi ventilyatsiya olishingizni maslahat beraman. Ayza to'g'ri dizayn bu juda qulay hayot degani. Mana shularni bilsangiz, oshxonangiz yanada zo'r bo'ladi. Agar oshxonani qayta dizayn qilmoqchi bo'lsangiz, hammasini birdaniga boshlamang. Avval joylashuv va ish burchagi, keyin yoritish, shundan keyin rang, so'ng mebel va materiallar, eng oxiri saqlash va tartib. Agar tartib noto'g'ri bo'lsa, eng chiroyli dizayn ham ishlamaydi. Rahmat sizga Laylo, juda ham foydali ma'lumotlar berdingiz. Ayza bir narsani unutmang, dizaynda tinchlik va shinamlik to'g'ri tanlovdan boshlanadi.